Assalomu alaykum hammaga. Bu narsa anaqa narsa, короче, temirni mana uning ichiga solsangiz nima qilib beradi, anaqa qilib beradi, isitib beradi. Hozir ishlayotgan anaqam bu. Keyin biz yerda anaqa stanoklar ham bor. Takarniy anaqa chipu. Takarniy chipu degan anaqa stanok ham bor. Bu asosan anaqa narsalarni qiladi. Nima desam ekan, esdan chiqib qoldi. Mayda anaqalari bor. Nima edi? Shunaqa narsalari bor. Bu mana anaqadan ko'ra anaqasi yaxshiroq. Bunda anaqasi juda ham tekizligi nimaroq, narigindan ko'ra asosan anaqalarda ishlaydi. Mana bu narsalar haligi bor-ku, nimadirdi? Ishqilib anaqa narsalarni qiladi asosan bu. Bunaqa.